Bir vaqtlar bu joyda biz futbol o'ynardik, mol boqardik. Hozir mana hech kim yo'q. Mana bunga chiqishimiz juda qiyin bo'lardi. G'ish olib kelib, mana shu tepadan pastga qarab yarimta g'ishlarni dumalatardik. Bu bizning qishlog'imiz. Cho'mishli qishlog'i. Bu joy tepalik oldin saroy bo'lgan deyishgan. Endi biz eshitganimiz eski saroy mana shunday buzilib, mana shunday tepalik bo'lib qolgan. Mana shu yerdan sakrardik, yugurardik. Bakalashkani pachaq qilib, chanaqib uchardik bu yoqlarda. Yoshlikda. Hech kim kelmay qo'ygan, hech kim mol boqmay qo'ygan o'tlar. Yoshlik.